Anfal suresi Medinede nazil bolgan. Cami 75 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Sahabilerin ganimetlerini qandaq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqin ki, ganimetler to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Faqat Allah yad etilse dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mo'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan Allah yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mo'minlardir. Ular Parvardigorning dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatning tugumas ne'matlariga erishadi. G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini, ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini, ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mo'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. O'z vaqtida Allah ikki guruh, biri mushriklar karvini, yana biri mushriklar qo'shunidan birining qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvanning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Allah gunohkor odamlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Batil, ya'ni kufrini barbod qiladi. Öz vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tildinglar. Allah sizlarga orqa-marqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish va ko'nglinglarni aram topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Allah tarafidan keladi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida Allah tinchlandirish yuzasidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Taharat ilib, g'usl qilib, pok bo'lishinglar uchun sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'q turishi uchun, qadaminglarning qumga petib ketmay mazmut turishi uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga, "Men sizlar bilan billa mo'minlarning qadamlarini urush maydonida mustahkam qilinglar. Kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman" deb vahiy qildi. Qilish bilan kofirlarning gadanlariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga, hamma a'zosiga chepinglar. Bu shuning uchunki ular Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qildi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik qiladi ekan, Allah uni qattiq jazolaydi. Ey kofirlar jamoasi, bu dunyoda mushundaq jazoni tetinglar. Kofirlar oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ey mo'minlar,
Kapırlarning hujumiga duch kelgan chig'inlarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimki qayta urush yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey musulmonlar, Badrda ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirganinglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinch paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad, bir siqim to'pini mushriklarga atqiningda sen atmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh atdi. Allah'ның мұнда qilishi müminlərə savab, g'alba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Bu Allah'ның müminlərə bergan in'omidir. Allah kafirlarning hilisini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dafi qilib berolmaydi. Allah haqiqatan müminlər bilan birlidir. Ey müminlər, Allahqa və onun peyğəmbərigə itaat qılınlar. Sizlər Qur'anni anlab turib, onundan yüz örmənglar. Anlamay turib anladıq degan kişilərni, yəni kafirlarni doğurmanglar. Şübhəsiz ki, Allah'ның nəzərdə hayvanlarının ən yamını haqni anlamay qas bulub alğan, haqni sözləməy qaçı bulub alğan, yaxşı yamanni fərq etməy, əqlini işlətməydiğən kişilərdir. Əgər Allah ularda birə yaxşılıq var dəb bilsə idi, əlbəttə ularga haqni anlatatdı. Ularga anlatqan təqdirdimi, ular haqdan əlbəttə yüz örgən halda baş tartatdı. Ey müminlər, Allah və onun peyğəmbəri sizlərni tirildirdiğən, yəni əbədi hayatqa erişdirdiğən imanğa dəvət qılsa, onu qəbul qılınlar. Bilinglar ki, Allah kişi bilan onun qalbi arasında tosalğı bo'lalaydı. Yani kişinin dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilisizlar. Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglar ki, Allohning azobi qattiqdir. Yad etinglar ki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminda oz sonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yardım bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalarni, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Ey müminlər, Allahqa, peyğəmbərgə xiyonət qılmanglar. Sizlərə qoyulğan amanətlərə bilib durub xiyonət qılmanglar. Bilinglar ki, sizlərning mallarınlar, balalarınlar sizlər üçün bir türlük sınaqdır. Allahның dərgahida çoğ savab var. Ey müminlər, əgər Allahdan qorxsanglar, Allah sizlərə haq bilən batılını ayırıydığan hidayət ata qılıdı. Günahinglarni keçiridi, sizlərə məğfirət qılıdı. Allah katta fəzl egisidir. Ey Muhammed, öz vaqtida kafirlar seni qamoqqa elish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi.
Ular mikir ishiltidi. Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir, dedi. Öz vaqtida ular, ey Allah, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ldigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in, dedi. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzasidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for aytib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning masjidi haramga kirishini to'sib Allah ularga nemishqa azob qilmasin. Ular masjidi haramning egilari emas. Masjidi haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning masjidi haramning yinidagi ibodati faqat isqirtmoq, chavaq chalmoqdanla iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini, boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxir ular yengildi. Kafirlar cehennamgila haydab kirgizildi. Allah'ның ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kafirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Allah hamma kafirlarni usti-ustiga dövlab to'plagandan keyin do'zaxga tashlaydi. Ani shular ziyon tortquchilardir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, agar ular kufridan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilindi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularnimi shundoq qilaman. Fitna tugigan, din butunlay Allah uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular, ya'ni islomga davomli dushmanlik qilayotganlar qilmishidan yonsa, Allah ularning qilmishlarini ko'rdi. Agar ular iymondan yuz o'risa, ey mo'minlar, bilinglarki, Allah sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Ey mo'minlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish ahribolalarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nohaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda, bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Allah har narsaga qodirdir. Öz vaqtida sizlar vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövninglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozliqini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'latdinglar. Lekin Allah buluşqa tegishlik ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allah'ның mundaq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida Allah tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi.
Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilatdinglar. Lekin Alloh sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Alloh dillardikini albatta bilib turg'uchidir. Allah buluşqa tegishlik ishni ishqa oshirish uchun dushman bilan uchrashgan cheg'inlarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah o'zi xohlagancha hukm qiladi. Ey mo'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan cheg'inglarda mustahkam turinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün so'z harakatinglarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Allah haqiqatan sabr qilguvchilar bilan billadir. Yurtlardan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Allah ularning hamma ishlarini bilguchidir. Öz vaqtida shayton ularga qabih amallarni chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman, sizlar ko'rmayotganni haqiqatan ko'rib turyapman. Men rasla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. Öz vaqtida munofiqlar va dillarda kesili, ya'ni shak borlar, bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida, ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turuqliq ko'p sonliqlar bilan urushishga chiqdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam beradi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar deydi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Allah bandalariga zulm qilg'uchi emasdir. Bu kafirlarning gunoh qilish odati Firavun jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Bu, ya'ni ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki, bir qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmagicha Allah ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularning odati Firavun jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorning oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Firavun jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'ldi. Allah'ның nazarida hayvanlarning eng yomoni kufrda ching turganlardir ki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muayida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muayidasini buzadi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarning qochishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin.
Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilgin ki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Agar sen muayida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muayidasini ularga uchiq yo'riqliq bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muayida tuzishgan qavmdan xiyonat shapsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan, muayidining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Badr urushida o'ltirilmay qolgan kofirlar qutuldiq deb o'ylamasin. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qechib qutulolmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Bunun bilan Allah'ның düşmanını, özünlərinin düşmanlarını və ulardan başqa sizlər bilməydiğən, Allah bildiğən düşmanlarını qorqıtsızlar. Sizlərning Allah yolda sərf qılğınızlar məyli nemi bolsa bolsun, sizlərə onun savabı tuluq berildi. Sizlərə zulm qılınmaydı. Yəni bu savabdan heç narsa keməytilməydi. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, sen tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun suli bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharidan shaksiz sana kupoyi qilg'uchidir. Allah seni özünün yardım bilen ve müminler bilen güçlendirdi. Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen zimindeki bütün baylıqni sarıp kılıp mı ularının dillerini birleştirelmeydin. Lekin Allah özünün kudreti kamilesi bilen ularını inak kıldı. Şübhisiz ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. Ey Peygamber! Yalğız Allah sana ve sana ergeşken müminlerge kupayi kılgıçıdır. Ey Peygamber! Müminlerini müşrikler bilen uruş kılışka rıgbetlendirgin. Eğer sizlerde çidamlık 20 adam buluduğun bolsa, düşmendin 200'ni yeneleydi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam buluduğun bolsa, kapırlardan 1000'ni yeneleydi. Çünkü ular cahil kavim bulup Allah'ın hikmetini düşenmeydi. Allah əmdi sizlərinin yükünlərini yenikletdi. Sizlərinin acizliqinlərini bildi. Əgər sizlərdə çidamlıq 100 adam buluduğun bolsa, 200 düşmənni yenələydi. Əgər sizlərdə çidamlıq 1000 adam buluduğun bolsa, Allah'ın izni bilən 2000 düşmənni yenələydi. Allah çidamlıqlar bilən billidir. Peygamberge ziminde düşmanını köpürek öldürmey turup, yani müşriklikning ayvisini yo'qitib, İslamga quvvat bermey turup, asirlardan fidye, yani to'lam ilish loyiq emas edi. Ey müminler, sizlar fidye ilish bilan dünya menfaatini ko'zlaysizlar. Allah sizlarga oxiratni, yani oxiratning savobini tilaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның uçuq çeklenmegen işini qılğanlarını cazalamaslık degen hükümü əzəlisi bolması idi. Əsirlərdən fidye alğanlıqınlar üçün əlbəttə zor azapqa duçar bulatdınlar. Ey cihad qılğuçılar cemaati, ganimet alğan nərsənlərini halal və pak bilib yanlar. Allah'ның əmrige muhalifetçilik qilishdən qorqunlar. Allah haqiqatan məğfirət qılğucudur, bəndillərinə mehribondur. Ey Peyğəmbər, qolunlardakı əsirlərə aytqin ki, əgər Allah dillaringlarda iman barlığını bilsə, yəni dillaringlarda iman bolsa, Allah onu bilidi. Sizlərə özünlərdən ilinğan fidiyedən yaxşıraq nərsini beridi. İlgirki günahinglarni məğfirət qılıdı. Allah tövbe qılğuchilarni məğfirət qılğuchidir, bəndillərinə mehribondur. Ey Muhammed, əgər ular
ya'ni mushu asrlar iymonni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Allah seni ularning ustidan g'olib qildi. Allah bo'lg'usi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qilg'uchidir. İman etqanlar, Allah'ni ve Allah'ның peygamberini süyüş yüzüsüdün yurtun taşlap hicret kılgan, pul malları ve canları bilen Allah yolunda cihat kılganlar, yani muhacirlar, yurtuda muhacirlarga cay bergenler ve yardım körsetkenler, yani ensarlar, yani şular elbette birbirine igidir. Yani birbirine yardımcıdır ve dosttur. İman etqan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiringlarda toki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasala, ularga yordam berishinglar kerak. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Kapırlar birbirinin qayaşıdır. Eğer bu yuqurdaki hükümge əməl qılmasanlar, yeryüzde fitne ve çoğun qalaymıqançılıq tuğuldu. İman etqanlar, Mədinige hicret qılğanlar, Allah'ın yolda cihat qılğanlar, yurtuda muhacirlarga cay bergenler ve yardım körsetkenler, yani ensarlar, ani şular haqiqi müminlerdir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular jannatda isil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iymon etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanildi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki Allah her şeyini bilib turg'uchidir.